Avval kuni 40 yosh bilan 50 yosh o'rtasidagi bir inson menga kelib dardini ayta boshladi. Aybim bor, aybim uchun keldim. Ayolimga 2 marta xiyonat qildim. Bilasizlar, xiyonat qilishni nimaligini bilasizlar. Xiyonat qildim, ya'ni nafsini noshariy yo'l bilan, harom yo'l bilan, zino yo'l bilan qondirganligini xiyonat qildim deyapti. Xiyonat deganda bir narsasini olib qo'yib berib yo olib bermaslik emas. Er xotin o'rtasidagi xiyonat shundan boshlanadi. 2 marta xiyonat qildim, oilamda notinchlik o'shandan boshlandi. Chekkaroq joyda yashardim, bolalarimni kelajagi uchun yaxshiroq bo'lsin deb shahardan uy olib maktabiga yaqin joyga olib kelib ko'chirib keldim. Birovdan kam qilganim yo'q. Birovdan oshiq bo'lsa bo'ldiki, oshiq qarasam qaradimki, birovdan kam qilganim yo'q. Yeyishi ham, kiyishi ham hammanikidan a'lo bo'ldi. Oxiri ayolim shu darajaga yetdiki, menga umuman itoat qilmaydigan bo'ldi. So'ramasdan ko'chaga chiqadigan bo'ldi. So'ramasdan o'zicha ish qiladigan bo'ldi. Menga qaslashib, boshqa erkaklar bilan SMS yozishib telefonlashadigan bo'ldi, deyapti. Mo'min ayol shuna qiladimi? Muslim ayol shuna qiladimi? Iymonli ayol shuna qiladimi? Yo azvoji mutahharat onalarimizda rashq bo'lmaganmi? Rasulullohni qizg'anmaganmi? Yoki Rasulullohni shunaqa darajada xo'rlaganmi? Hozir keladi, men aytib beraman shu insonni. Men o'zim toqatim yetmadi shu yigitni. Gapirgan gapiga o'zim toqatim ko'tarmay qoldi. Hattoki deyapti, qarang. Shu darajaga yetdiki, er xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatga pul to'laydigan bo'ldim deyapti. Pul olyapti deyapti. Buni kim qiladi? Bir fohisha boshqa bir erkakdan shu ishni qilganda, nafsini qondirganda pul olmasmidi? Nikohdagi xotin o'zini nikohidagi eridan pul olib jinsini qondirishlik qayerda bor? Pul to'laydigan bo'ldim shu ish uchun deyapti. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Agar o'sha erkak kishi ayolini xohlagan paytida, garchi u otni yoki tuyani ustida o'tirgan bo'lsa ham o'sha joyga chiqsin deganlar. Ayol kishi tandirga non yopayotgan bo'lsa ham erini nafsini qondirsin deganlar. Bo'lmasa nimaga? Alloh va Allohning farishtalarini la'natiga qoladi. Kechqurun shu ishga rozi bo'lmasa, boshqa bir endi uzrli holatlarda, hayz yoki nifos holatlarda yoki betoblik holatlarda mayli u uzrdir. Lekin uzrsiz erini istagini qondirmasa, erta bilan tong ottirguncha Alloh va Allohning farishtalari bu ayolga la'nat aytib turadiganlar. Endi pul to'lagan ayolga la'nat etmaydimi? Bolalarimni hammasini menga dushman qildi. Oxir oqibat bolalarim yig'ilib meni 5-6 marta urdi. Oxiri chidolmasdan uyni tashab, mana shu uy soy joy sallarga deb chiqib ketib qutuldim, deyapti. Bu farzandni otani urishligi bu qiyomatning alomati bo'lmay, nimani alomat? Yaxshilik alomatimi? Kim rahmat etadi? Kim bundan minnatdor bo'ladi? Dinimizni qaysi ko'rsatmasi yo oyat yo hadislarda yoki bir rivoyatlarda mana shu insonlarni, shu farzandlarni otasini urishligini ozgina yonini oladigan tomoni bormi? Yo'q. Shundoq ayollarni ko'rdim. Alloh rahmatiga olsin. Farzandlari shunaqa iymon, shunaqa e'tiqod, shunaqa taqvoda, shunaqa boy bo'lib yashayapti. O'shalarni otasi Xudo bexabar edi. Peshana sajda ko'rmagan edi. Topganini ichardi o'sha yoshda ham. Loqal birovga yoqda tursin, bolalariga duo qilishlikka qo'lidan kelmas edi. Duoni bilmas edi. Ota duo qiling, ish boshlayapman, ota duo qiling, safarga ketyapmansa, boshlagan ishingga Xudo barakat bersin, safaringda Xudo yor bo'lsin deb duo ham qila olmaydigan shunaqa bir eng oxirigaligi xo'r inson bor, o'shandaqa inson edi. Lekin onalari jannatiy bo'lgan shu insonlarni yetardilarki, bolalarim, el otangni alkash deyotgan bo'lsa, bu el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Bolalarim, bu alkash deyotgan inson sallarni otalaring. Agarda biror marta otangga tik qarab yoki otangdan dovushingni baland qilib gapirib otangga gap qaytarsang, men bergan sutimga rozi emasman deb tahdid qilardi, qo'rqitardi.
O'sha onani gapi bilan bolalar birortasi tik qaragani yo'q otaga. Biror bittasi dovushini baland qilgani yo'q. Biror bittasi otaga siz aralashmang degani yo'q. Ota o'tdi, mayli Alloh rahmat qilsin, oxiratini Allohga havola qilamiz, lekin farzandlar o'sha onani gapi bilan hozir eng taqvodor, eng ibodatli, eng zakotchi, eng boy yigitlar mana shular. Eng alam qilgani deydi, bolalarim talab uryapti meni, ayolim qo'y, qo'ling sinadi, ertaga juvarmak bo'lasan. Bu seni otang-ku deb qaytarmadi deyapti. Naryoda tirjayib kulib turibdi meni urganligi uchun. Men qandoq qilib chidab ularning ichida orasida yashashim kerak? Meni ota demasa, meni er demasa deyapti. Ashab chiqib ketdim. Menga eng alam qiladigani deydi, kecha qizimni turmushga beribdi, to'yiga aytmadi deyapti. Ularni tashab chiqqandan keyin ancha paytdan keyin bir ayolga uylandim, bitta bolali ayolga uylandim. Shunaqa musulmon ayollar bor ekan-ku deyapti. Shunaqa haqiqiy xotinlik qiladigan ayollar bor ekan-ku deyapti. Qiyinchilikdan chiqqan, rosa xorlikni ko'rgan, oxiri ajrashgan. Shu holatda men o'shani oldim. Mana hozir shunaqangi xizmatimni qilyapti, hatto paypog'imgacha kiygizib qo'yadi shu ayol deyapti. Paypog'imni ham o'zim kiymayman deb, qolgan xizmatlari-ku qo'yavering deyapti. Endi qizimni to'yini bo'lishligini eshitib qoldimda, ayolimni olib tilla do'konga, zargarlik do'koniga bordim. Endi bir qizimga bir sovg'a, mayli ota sifatida bir 500-600 dollarlik bir narsani olaman deb, mana shuni ko'rsating desam, yonimda ayolim, keginga ayolim, dadasi nima qilyapsiz deyapti. Nima qilyapsan? Nima qilay, qizimga shuni olyapman. Axir qizingizku dadasi 500-600 dollarlik olasizmi? Mana 2000 dollarligini olib bering deyapti deydi. Agar bu ayolimda iymon bo'lmasa, haligi birinchi xotinimga o'xshagan xudo urgan bo'lganda edi, siz hali nima qilib berdiki, siz bunga 500 dollarlik olyapsiz, siz kaltagini yeganingiz uchun 500 dollarlik olyapsiz deb meni bu yo'ldan qaytarardi deyapti. Qarang, haqiqiy musulmon xotinlar mana shunaqa bo'lar ekan deb xotinidan rozichiligini aytayapti. Yana aytayaptiki, men qaytar dunyo desam, men otamni urganim yo'q edi. Otamni boshimda ko'tarib xizmatimni qildim. To'g'ri, onam bilan otamlar janjal qilardi, kelishmovchiliklar bo'ladi, urush bo'lardi, otamlarni hurmat qilmas edi. Oxiri dadamlarni olib chiqib o'zimni uyimga olib ketdim. Bir necha yil men bilan yashadi. Oxiri onamlarga keldimda, ona, dadamga qaraysizmi, qaramaysizmi? Hurmat qilasizmi, qilmaysizmi? Qaramayman ham, hurmat ham qilmayman. Bor qayerga borsang. Olib bordimda dadamlarni bir ayolga uylantirib qo'ydim. Mayli bir kun bo'lsa ham xursand yashasin, dadam rozi bo'lib yashasin deb boshqa bir ayolga uylantirib qo'ydim. O'shandan keyin ham qo'ymasdan onam borib janjal qilib o'sha olib bergan ayolni haydatdi. Otam dunyodan o'tib ketdi, Alloh rahmat qilsin. Beg'ibor inson edilar. Haqiqiy inson edilar. Mana endi onamni oxirgi nafaslarida, o'sha otam oxirgi nafaslarida dadam onamlarga aytgan gaplari shu bo'ldiki, mayli sen yashagin, lekin ro'shnolik ko'rmasdan o'tgin deb duoibat qildi deydilar. Dadam onamlarni duoibat qildi. Ro'shnolik ko'rmagin, bir kun yaxshi ko'rmagin deb. Otamlarni qo'y degan, onamlarga endi odamlarni, otamlarni duoibati sababmi shunaqangi balolar ketma-ketin kelib, mana hozir dod deb yig'ildiki, bolam, otayni hidiga zor bo'ldim. Eski kiyimi bo'lganda bir hidlab mazza qilardim deb dadamning hidiga zor bo'lib yotibdi onam deydi. Men sizga aytgandim, ona, xorlamang, ertaga otamlardan norozi bo'lsa, siz oxiratda yaxshi bo'lmaydi, dunyoda xor bo'lasiz deb ogohlantirgandim necha. Ular nimaga buni ahvol? Shu to'kinchilik zamonda mana shunchalik ne'mat ichida yashab turib, hozirgi bo'layotganda insonlarni yashayotgan insonlarning hayot tarzi shu bo'lsa, Xudoy taborak va taolo shuning uchun aytayaptimi? Qo'lingda nimanga qaragin, nima bor ertaga oxiratga deganingda. Bizlar mana shu davramizda o'tirgan Alloh rozi bo'lsin, Xudo uchun yaxshi ko'raman hammalarini. Ilohim qiyomatda shu insonlarning shafoatiga bizlarni nail qilsin.